bu yerda samsa pishirsa bo'ladi ekan, dukovka. O'tning tavi bor shu yerda ekanda. Tartishlari parovoz qadimgidek. İnternetga berib O't deyishlar. O'da internetga qo'yamiz. Men ham tortmayman. Sizlar suylab qo'yasizmi? Kelinglar, pechkani oldib turingchi. Qanday bo'ldi uslug aka? Assalomu alaykum tug'anlar. Mana shu ukalarimizni chaqirdik ele internetdan topib, men mana shu pechka jasayin deb usta izlayaptim ele. Anan qizim shu internetdan shu jigitlarni topib berdi, chaqirdim, kelishdi. Bugün ertemeden gelişti, şu bağımda tokuğuyla gelişti. Gelenden gel, buna gördüğünüzler peşkeni kurup verdi. İnşallah bari jakşı, ayvay jakşı tartıp sonun 12 litre kazana sağız bu halası. Ocağında çay kaynaydı eken. Bu yerinde 12 litre geçeyim kazan. Bu yerde samsa pişirse bo'ladi ekan, dukovka. O'tning tavi bor shu yerda ekanda. Bu jaqqan o'tlari o't nandaydan ketadi ekan. Nandaydan ketib, nandaydan chiqib turib, borib, qaytib kelib, nandaydan kelib, nandib, bunanda o't zigzag bo'lib chiqib ketadi ekan. Bu degan ayvay, uyga tavi yaxshi bo'ladi ekan. Kirpishlar ham issiq qoldi. Xudo xolasa. Uporni kirpishlar bo'lsa, ayvay yaxshi kirpishlar. Qanday usluga yaxshi u? O'ta so'ning. Bezopasli yaxshi. Mana Listar dela qalin listardan bo'ladi. Listerin Jupqa emas. shu ustalarning bardi o'zlarining ekan tovarlari, bardi kirpishlari, bardi o'zlari olib kelishdi. O'sha men bo'lgani shu turib olib kelib berdim. O'zlari qo'yishdi inshaalloh. Aka, yaxshi kunda xizmat qilsin ha. Aqshangizga rozi bo'ling, o'zingizlar mehnatimizga rozimiz. Rahmat ukalar, ishingizga iyilik qo'ying. Rahmat. Tag'in ko'p shunday ellarga kirangiz tiyaversin, ellarga shunday yaxshi pechkalarni qurib yuraveringlar. Amin. İşingizga iyilik. Alloh Rahmat. razı olsun. Allohu akbar. Rahmat aka.